Assalamu hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston surgunda hukumat televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Tuanda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Xalqaro munosabatlar xabar qanday Sharq Turkiston kirsidagi xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi va davlat sirti faoliyatchilari nomli maqola e'lon qilgan bo'lib, maqolada mundaq deyiladi. Sharq Turkistondagi insoniy krizisning ortishiga ergashib, Sharq Turkiston surgunda hukumati xalqaro jinoiy ishlar sudiga yangi isbotlarni yetkazib, xalqaro adliya organining boshqarish tavallikini ko'rsatdi. Shak shubhasizki, xalqaro jamiyat, dunyoviy va rayonlik kuchlar Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek qatorliq turkiy millatlarga qaratilgan vahshiyliklarni, qabiy kishilik huquq dafsanchiligini to'xtatishda intayin muhim rol o'ynaydi. Nurg'ulg'an muhim hukumatlar Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun harakat qilmadi. Shundaqdimi Sharq Turkiston surgunda hukumati, inson haqlari faoliyatchilari, xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi, shirkatlar, jamiyatlar orqali Beijingga besim ishlatib, Xitoyning irqiy qirg'inchiligini oxirlashtirishga tirishchilik ko'rsatmoqda. Erkin Qozoqlar tashkilotining boshlig'i Gani Stambikov aytgandek, Xitoyning zulmiga qarshilik kechikkan sari Xitoyning jinoyatini yushirish vaqti va fursati texnik ko'p bo'ladi. Sharq Turkiston surgunda hukumati oldi bilan 2020 yil 7 oyning 6 kuni xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga arz sunib, Xitoy doiralarining Uyg'urlarni Rim nizomnomasiga a'zo davlat Tojikistondan Xitoy ishg'ol qilgan Sharq Turkistonga zo'rlik bilan qo'g'laganligini aybladi. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi 2020 yil 12 oydagi dokladida bu deloning olg'a ilgarilanmaydiganligini aytdi. Chunki u chog'dagi dalil isbotlar Xitoyning xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlatda Uyg'urlarni majburiy qaytarib yetishda qilmishini isbotlash uchun yetarli bo'lmagan. Ya'ni nizomnomada belgilangan modda bo'yicha jinoyatning sodir qilinishiga aloqador moddiy omillar hozirlanmagan. Sharq Turkiston surgunda hukumati Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyatining yolg'iz Sharq Turkistonda emas, balki Tojikistonda elib berilayotganligini isbotlaydigan yangi dalil isbotni xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga topshirdi. Iqtisodshunosga o'xshash matbuotlarning aytganidek, Sharq Turkistonda Uyg'urlarni qalaymaqon o'ltirishga aloqador dalil isbot yo'q. Ammo insoniyatga qarshi jinoyat shakllantiradigan tutib turish, qiynash, tug'mas qilib o'tish, majburiy emgakka selish va boshqa nurg'un dahshatlar haqida ishonchli xabarlar bor. Egallanishicha, Xitoy doiralari Uyg'urlarni Tojikistondan yig'ib, zo'rlik bilan chegaradan qo'g'lab chiqaryotdi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining xabariga qaraganda, Tojikiston zaminida yangidan yasalgan 3 qavatlik tikanlik simdan tarkib topgan Xitoy chegara reshatkasining isbotimi bor. Uyg'ur faoliyatchilari va qo'llovchilari elib berayotgan yana bir faoliyat Beijing 2022 yillik qishliq olimpik tantana musobaqasini boykot qilish. Xalqaro olimpik komiteti betaraf bo'lib, siyosatga aralashmaslik kerakligini o'ttirg'a qo'ydi. JEP, H&M va Adidas qatorliq asosli shirkatlarning Xitoy bilan bo'lgan aloqasini uzishiga besim bor. Chunki ularning nurg'un kiyim-kechaklari Uyg'ur majburiy emgaki bilan ishlangan. Alma, Amazon va Tesla qatorliq texnik shirkatlarga o'xshash ayblangan. Xitoy azaldan qilmishlarini e'tirof qilgani yo'q. Stambikovning qarashicha, xalqaro besim Beijingni Sharq Turkiston vaziyati to'g'risida asta-asta so'zini o'zgartirishga qistilmoqda. Xitoy oldi bilan bu lagerlarning mavjudligini inkor qilib, ularning o'zini ayblashdan boshqa hech narsa emasligini aytdi. Ammo keyin bu aslahalarning qayta tarbiyalash lageri ekanligini aytdi. Xalqaro jamiyat jazo lagerlarining koordinatini oshkorlaganda, Xitoy doiralari ularning ba'zilarini chaqib, mahbuslarni yer osti aslahalariga yetkazdi. Hayron qolarliq yeri shuki, xalqaro jamiyat krizisga qanday taqobil turish masalasida ixtiloflashdi. Masalaning negizida Xitoy hukumatining ta'siri bo'libmi, davlatning iqtisodiy boyligi va taraqqiy qilayotgan va taraqqiy topgan davlatlarga ta'sir ko'rsatadigan mablag' selish fursati bor edi. Bir qancha hukumat mayli ijroiya yoki qonun chiqarish qatlamida bo'lsin, qaror, qonun loyihasini ma'qulladi. Amerika, Kanada va Belgiyani o'z ichiga olgan davlatlar vaziyatni ayblaydigan bayonot e'lon qildi. Qandaqla bo'lmasin, nurg'un hukumatlar vahshiylikka sukut qildi. Ba'zi hukumatlarning Uyg'urlarni Xitoyga o'tkazib berish orqali Beijingning siyosatini qo'llaganligi to'g'risida ayblashlari bo'ldi. Sharq Turkiston krizisiga munosabatlik dunyoviy birlik bo'lmasmi,
Biz Şərq Türkistan sürgünlü hökuməti, dostani hökumətlər, Uyğur diasporası və ularning qo'llag'uchilarining Beyjingga besim ishlatib, javobgarlikni surishtirish strategiyasining taraqqiy qilganligiga shahid bo'lyapmiz. Nurg'un hukumatlar sukutda turg'achqa Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi Şərq Türkistan sürgünlü hökuməti və fəaliyyətçilərinin mərkəzi nöqtəsiga aylandi. Beyjingga besim qilish bir qadar nazik şahmat o'yini bo'lib, xalqaro vaziyatning qanday bo'lishidan qat'iy nazar Şərq Türkistandagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlari davomli azob chekyotidi. 2021 yili 7 ayning 18 kuni Şərq Türkistan xalq jamiyati Yaponiyaning Tokio shahar markazida xalqaro jamiyatdan, xalqarodagi demokratik davlatlardan yordam so'rash maqsadida namoyish olib bordi. Şərq Türkistan xalq jamiyatining qurg'uvchisi Abdurahmon Hasan apandi va Şərq Türkistan xalq jamiyatining qonuniy vakili Rabiya Ne'mat xonim Uyg'urcha, Yaponcha axborot e'lon qildi. ヨーロッパまで侵略を拡張します。東トルキスタンの人々は侵略国中国がしていただく Ko'pchilik yaxshiliklar. Biz Yaponiya Turkiston xalq jamiyati bugun Xitoy tajovuzdan tarafdan beslangan davlat Şərq Türkistan'da xo'rliq va haqoratni yashayotgan chorasiz qolgan xalqimizning vakili bo'lish salohiyatimiz bilan Yaponiya hukumatidan, Amerika hukumatidan, shundaqla xalqarodagi barliq demokratik davlatlardan yordam so'rash maqsadida namoyishimizni davomlashtiryapmiz. Chunki biz xalqaro jamiyatning insoniyatni qo'llaydigan kelishimiz va odil maydonda turib Şərq Türkistan xalqini qilishni talab qilamiz. Xitoy tajovuzchilari o'sha asrda ko'p dunyo erkinlik va demokratiya tashabbus qilayotgan vaqtda yana kelib dunyoning tinchligini qo'llaymiz deyotgan davlatlarning ko'z oldida millionlab Uyg'urlarni asar qilgan Qozoq, Qirg'iz qatorliq Şərq Türkistan xalqiga inson qalbidan chiqqan irqiy qirg'inchilik qilib qo'yyapti. Masalan, millionlab tinchlikni to'ydigan begunoh kishilar, olim, ziyolilar, tijoratchilar ve her qaysi kasb ahlilarini xohlaganchilikdan qilib, xo'rlab o'ldirish lagerlariga to'lib, och qo'yish, urush, meditsinasini qilib berish, xo'rlab o'ldirish, bosqinchilik qilish, organ atkazlikka qatorliq inson tasavvursiz xo'rliqlarni qildi. Shuning bilan tam millionlarcha Şərq Türkistonliklarni izdiroksiz yo'qotishni davomlashtiryapti. Bugün dünyada normal deb atalayotgan odatdagi diniy odatlarning shundoqla Şərq Türkiston xalqining tarixdan buyon davomlashtirib kelayotgan urf-odatlarini jinoyatga kitib hukm qilishni davomlashtiryapti. Maktablarda Uyg'ur tili, Qozoq tili qatorliq til yetiqlarini cheklab, bolalarni kichkinalar o'z tilida so'zlayman qilib qo'yyapti. Yuqori texnik sistemlarni qo'llanib, 24 soat nazorat ostida qilib, shaxsiy turmushga qadar alışılıb, xotirjam huquqlar huquqidan mahrum qilib, urf-tuqqan do'stlari bilan normal aloqa qilishchaklar o'tdi. Millionlagan Şərq Türkistan ayollari hatto inson qalbidan chiqqan xo'rliqlarni qildi. Masalan, majburiy aviy uchish, Xitoy erlar bilan to'y qilishga majburlash, jinsiy qul qilish, Xitoy shaharlariga surgun qilib, erdan ishga olishni qilish, illiq oilalarni vayron qilib, millionlarcha bolalarni yetim qilib, ota-ona mehridan ayirib, ro'yxatga buzg'unchilik qilish, qatorliq shafqatsizlar jinoyatlarni qiladi. Şərq Türkistandagi boyliqlarni musodara qilish, muhitni bulg'ash, yadro sinib qilish, yurt mahallalarni atalmish o'zgartirish nomida yo'qotish, qatorliq og'ir buzg'unchiliklarni qiladi. Xitoy tajovuzchilari yuqoridagi inson qalbidan chiqqan jinoyatlarni qilib, isbot yo'qotish uchun jasad qo'yish o'rinlarini barpo qilib yo'qotadi. Milyonlagan guvohlarni o'z ota-onasidan ayirib, Xitoylar o'zi bekib, atalmish shafoatchi bo'lyapti. Kişilerini zorlukla davranlaştırıp atalmış işgallaştırış namında bulgun düşürüldü. Bence 10 milyon Şərq Türkistan xalqını ruhi ve cismani cihetten haraplaştırıp normal yaşaş hukukundan mahrum kaldırıldı. Biz Şərq Türkistanlıklar Xitoy tajovuzchilarining bu insoniyatsiz bostirishga qat'iy qarshidirmiz. Ve Yaponiya hukumati, Amerika hukumati qatorliq xalqarodagi barliq demokratik davlatlarni Xitoy tajovuzchilarining asabiyatchi, faşist birlashishdan ogohlantirdi. Chunki xalqaro jamiyat Xitoy tajovuzchilarining bu vahshiyat jinoyatlarini tizim tadbir qo'llanib to'xtatmasa,
yoki Sharq Turkiston xalqini tutgan bo'lsa, Iroq bo'lmagan kelgusida tajovuzligini Osiyoga, undan keyin G'arb dunyosiga kengaytirish mumkin. Sharq Turkiston xalqi tarixdan buyon tinchlikni saylagan, insoniyatni saylagan, madaniyatlik aqlli xalq. Shundoqla tarixdagi xalqaro siyosiy qarori hurmat qilib, tinch yashab kelgan xalq. Afsus, Xitoy tajovuzchilari aslidan egilib bo'lgan Sharq Turkiston xalqini yo'qotib uchun masalani o'z paydo qilib, begona xalqlarga inson tasavvur qiluvchi zulmlarni qilyapti. Xitoy tajovuzchilarining bu jinoyatlari Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 1948 yılı imzalanan irqi qirg'inchilikning oldini olish va jazolash ahdnamasining 2-maddasiga asosan irqiy qirg'inchilik chiqirdi. Biz Yaponiya hukumatidan dunyodagi yuksak demokratiyani qo'llovchi davlatlarning biri bo'lish bilan adolatga ega chiqishini va Sharq Turkiston xalqining demokratik huquqlarini qo'llashini, irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun tadbir olishini, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkiston xalqiga ko'rayotgan vahshiyona jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishini va Sharq Turkistonni Xitoy tajovuzchilari tomonidan ishg'ol qilingan davlat deb tanishni, shundoqla Xitoyda o'tkazish oldida turgan ulug' yig'inni boyqish qilish, chet ellarda yashayotgan Sharq Turkistonliklarning nobud masalasini hal qilib, davlatlarga qabul qilishni talab qilamiz. Ahirda biz shundoq keskin xitob qilamizki, Sharq Turkiston masalasi tarixda xalqaro masala bo'lganiga o'xshash, bugunmi xalqaro masaladir. Bu harbiy Xitoy tajovuzchilarining davlat xizmatchilaridan tashkillangan atalmış da'vogarlar aytgandek, Xitoy tajovuzchilarining ichki masala emas. Xitoy tajovuzchilarining mavhum da'vogarlari Sharq Turkiston xalqini siyosiy jihatdan qoralash va Sharq Turkiston xalqining mustaqillik irodasiga buzg'unchilik qilishni davom qilmoqda. Biz bu kishilarning qilmishlarini qat'iy inkor qilamiz. Shunlashqa xalqaro jamiyatning tarixiy isbotlarga hurmat qilib, adolat va haqiqat tarafga turib, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda olib borayotgan irqiy qirg'inchilikni va tajovuzchilikni oxirlashtirish uchun kuch chiqarishni talab qilamiz. Va o'tinimiz Yaponiya hukumati va Amerika hukumati boshchiligidagi xalqaro jamiyatning Sharq Turkiston masalasini adolat bilan to'g'ri hal qilganligiga ishonamiz. Hammalarga ko'p rahmat. Oxirida bizni moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab kelayotgan yaponiyalik do'stlarimizga va yuksak demokratik xizmat qilishga qo'ng'iroq bo'lgan Yaponiya hukumatiga chin qalbimizdan minnatdorligimizni bildiramiz. Hurmat bilan Sharq Turkiston xalq jamiyati. Beyjingdagi strategik planlovchilar Afg'onistondagi muqimsizlikning Sharq Turkistonga tarqalishi, Afg'onistondagi islom radikal unsurlarining Uyg'urlar orasida texim cho'ng davolash paydo qilishidan ansirab, xuddi dunyoga Sharq Turkiston xalqini muqimlik, xotirjamlik ichida yashayotgandek bir signal bermoqchi bo'lgan. Xitoy, Rossiya, Hindiston va Osiyodagi 5 kichik davlatni o'z ichiga olgan Yevro-Osiyo siyosiy ittifoqi Shanxay hamkorlik tashkilotining yig'inida diplomatiya ministerlari Amerikani Talibanlarning kuchini cheklash va yeni hokimiyatiga texmi ko'p yordam berishga chaqirdi. Wang familiya Xitoy Amerikaning Afg'onistonga dastlabki qadamda aralashishini Afg'oniston davlatidagi nurg'un masalalarning kelib chiqishiga sababchi bo'lganlik deb tilga olib, rayon davlatlariga qarata mas'uliyatsizlik qilganligini aytib, o'zining Sharq Turkistondagi vahshiy irqiy qirg'inchilikni yushirmoqchi, xalqaro jamiyatning esidan chiqarmoqchi bo'lgan. Diplomatiya ministri Amerikaning chekinishi bu yig'inning sabablarining biri ekanligini o'tirg'a qo'yib, Shanxay hamkorlik tashkilotining Pokiston, O'zbekiston va Tojikistonni o'z ichiga olgan kichik a'zo davlatlarning Afg'onistondagi muqimsizlikni keltirib chiqarganligini o'tirg'a qo'ydi. Kabulning Beyjing bilan bo'lgan munosabati murakkab. Xitoylar uzundan buyon Afg'onistonni foydali mablag' solish fursati deb qarab kelgan bo'lsa-mu, davlatning g'oyat zo'r tepilmagan tabiiy boyligini ko'zda tutganda davlat ichidagi muqimsizlik va chiriklik sababli mablag' solmagan. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.